kontur bir mahsulot tamoyili asosida tarvuz mahsulotlari yetishtirilmoqda. Ushbu konturlarimizni umumiy maydoni 10 gektar bo'lib, ekinlar zamonaviy usullarda parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlar hosil olgunga qadar 120-130 kunni talab qiladi. Yetishtirish jarayonida sug'orilib, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 33 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligidan 13 gektardan to'g'ri kelmoqda. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida Dide tadbirkor Qudrat olim agronom ishlab chiqarish korporatsiyasiga biriktirilgan. Ushbu loyihalarni ekinlar yig'ib olingandan keyin ikkilamchi ekin ekilib, dehqon xo'jaliklari daromadlarini oshirish, yanada ko'proq daromadlarni oshirish ko'zda tutilmoqda.